Kim eng iflos xonadosh? Siz. Xo'p. Kuting, meni ko'rganday bo'ldi. Siz Pikachu'misiz? Iltimos fulang. Qayerga urish mumkin emasligini ko'rsatyapti. Koshki turganda ham mayli-da, lekin turmaydi-yu. Siz maktabga bormaganmisiz? Bu biroz g'alati. U sinf sardori bo'lmasligi kerak. U uydan chiqishga ruxsat berilmagan. Siz hech narsani ko'rmaysiz. Chunki men futbolka kiyganman. Biz buni so'ramaganmiz, lekin rahmatchi, meni endi albomga qaytaylik. Grammy paytida siz o'yin o'ynayapsizmi? Men oxirgi o'rindaman. Memberlar birga xat yozishyapti. Sizni sevaman.